Agar bir kun kutilmaganda boyib ketsang, iltimos mana bu 10 ta narsani yodingda tut. 1. Hech kimga aytma, hatto ota-onangga ham. 2. Avvalo do'stlaringga, banklarga va onlayn kredit beruvchilarga bo'lgan barcha qarzlaringni to'la. 3. Bu pul allaqachon kartangga o'tkazilgan. Uni boshqa hisobga o'tkazishga shoshilma. Avvalo uni 6 oy davomida shunchaki o'zingda saqlab tur. 4. Darrov uy sotib olma yoki hashamatli hududlardan uy ijaraga olma. 5. Darhol ishdan bo'shab ketishga shoshilma. 6. Hozircha mashina yoki qimmatbaho narsalar sotib olma. 7. Do'stlaring, qarindoshlaring yoki sinfdoshlaring bilan birgalikda biznes boshlama. 8. Agar farzandlaring bo'lsa, boy ekaningni bilishlariga imkon qadar yo'l qo'yma. 9. Hech narsa o'zgarmagandek odatdagidek yashashda davom et. 10. Katta ma'lumot oqimiga ehtiyotkorlik bilan yondash va shaxsiy ma'lumotlaringni hammaga tarqatishdan saqlan. Agar sen hozir bu videoni ko'rayotgan bo'lsang, bu senga boylik eshiklari ochilayotganidan darakdir. Shuning uchun ehtiyot bo'l. Agar videoni shu yergacha tomosha qilgan bo'lsangiz, kommentariyada bitta 100 raqam emojisini qoldirib keting va men sizga direktdan oyga stabil $5000 topish uchun muhim bo'lgan qo'llanmani yozib yuboraman.